O'g'il bola necha yoshda oila qurgani yaxshi, qizlar necha yoshda turmushga chiqqani yaxshi? Endi mening fikrim, o'g'il bola shu yoshini o'ziga to'g'imdek o'ziga bir oilani boqadigan payt bo'lib qoladi-yu. Otasi onasiga emas, o'zi pul topsin. Endi yili endi mayli 24 de, yana 25 de, shundan ma'noli payt bo'ladi. Qizlarga 21 dan keyin deyman, o'sha yetilgan bo'ladi. Nima deydi haligi? Har tomonlama meditsinskiy taraflama ham bo'ladi. 17-18 da yaxshi deb o'ylayman. Erkaklar 25 yoshda, ayollar 20 yoshda bo'lishi. O'g'il bolaga 20 yosh. 20 Eng yosh. yaxshi. Ham oldinroq ham tez. Ayollarga, qizlarga. Ayollarga 18-19 yosh. Endi o'rtacha o'g'il bolalarga hozir 23 yoshda. O'zim hamki 23 rosa yetilgan yosh. Endi qizlarni bilmadim, 19-20 yosh. O'g'il bola 25. 25 yosh o'g'il bola uchun zo'r. Qiz bola shu 20, 21 shunaqa yosh. Yoshlar yaxshi. O'zingiz necha yoshda oila qurdingiz? Men o'zim 25 yoshda uylanganman.